Talaffuzda g'ashim keladigan qo'pol 3 ta xatolar arkadaşlar. Ko'rib ketamiz 3-qism. Xo'p, hammamiz bilamizki, mana shu juda ko'p aytganman boshqa videolarimda ham bir raqamini. O'zbeklar juda ham ko'p xato qilishadi, bir deb o'qishadi, chunki o'zbek tilida i tushib qoladi, lekin turk tilida o'qiladi. Lekin bizda bir so'zi agar so'zlar bilan kelib qo'ysa, mabodo u narsadagi birdagi r ni tushirib qoldirsa bo'ladi. Masalan arkadaşlar, bir tane. Bir tane emas, bir tane arkadaşlar. İkincisi arkadaşlar, bir şey. Bir şey değil, bir şey. İkincisi arkadaşlar, bir dakika değil, bir dakika. Bir dakika. Dakika sözüdeki ortadaki iç qoladi, dakika bo'lib ketadi arkadaşlar. Bir dakika. Ve keyingisi arkadaşlar, ne so'z bilan keladigan juda ko'p holatlarimizda. Mesela ne oldu değil arkadaşlar. Ne oldu? Echib qolib oga ulab olasizlar. Ne yapıyorsun değil arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Va kelasi zamondagi holatimizda ne yapacaksın emas, ne yapacaksın? Video foydali bo'lgan bo'lsa arkadaşlar, beni beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Agar shu qisqartma shakllarini biladigan bo'lsanglar, kommentariyada обязательно bilaman deb qo'yishinglar shart emas arkadaşlar. Bu video bilmaydiganlar uchun. Görüşmek üzere.